Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq əmdü sənə Cenab-ı Allah'qa olsun. Şunaqla Peyğəmbərimizə, aile tabiatlarına və onunğa taki qiyamet əgəşkənlərə durud salamlar bolsun. Atınız tügəp ketgəndən keyin, yerlikini qoyub bolğandan keyin qaldırğan mirasxo'rlar o'rtasida taqsim qilinish kerak edi. Lekin taqsim qilmay xato qilibsizlar. Lekin bu ishni hali ham qilish mumkin. Şuna sizler kechikkan bo'lsanglarmi, mirasni o'zaro taqsim qilib, bir taraf qilib o'tmasanglar bo'lmaydi. Uyga o'rtaq xarjlagan chiqimlarni bo'lsa, singlingizga sarf qilgan chiqimlarni mayli davitib, o'zaro rozilashib, hozir qo'linglarda bor bo'lgan otanglardan qolgan mirasni shar'iy taqsim qilsanglar bo'ladi. Otangizdan burun vafot bo'lgan akangiz yoki uning o'g'li mirasxo'r emas. Chunki akangiz vafot bo'lganda hayot emas. Akangizning o'g'limi akangizning o'rnida miras ololmaydi. Chunki sizlar birinchi darajalik tuqqan bo'lgan 4 farzand bo'lg'achqa, ikkinchi darajalik nevra miras ololmaydi. Yana otangizning singlisimi sizlar 4 farzand bo'lg'achqa miras tegmaydi. Demak, otangizning mirasxo'rlari onangiz bilan 4 farzand. Bular bir o'g'il, 3 qiz. Bundaqda qo'linglarda qolgan miras bundaq taqsim qilinadi. Anangizga bütün mirasning 8dan biri. Qolgani 5 ulush qilinib, har bir qiz 1 ulush, bir o'g'il 2 ulush. Ya'ni bir o'g'ilga qizning 2 hissasi bo'yicha 4 farzandga taqsim qilinadi. Miras shar'iy taqsim qilinib, har bir mirasxo'rning nasibasi aniq bo'lgandan keyin, har bir mirasxo'r o'z nasibasini o'z ixtiyorligi bilan mirasxo'r bo'lsin yoki bo'lmasin, boshqalarga o'tnib beraversa bo'ladi. Chunki bu o'zining mol-mulki. Agar otanglardan qolgan bu mirasni taqsim qilmay turib, opangiz sizlardan burun tugab ketib qolsa, oldi bilan otangizning mirasini yuqorqidek bir taqsim qilib o'tib, ondan opangizning bir uyi, qo'lidagi boshqa mol-mulk hammasi miras bo'lib, sizlar 4 farzandga yuqorqidek taqsim qilinadi. Agar otanglardan qolgan bu mirasni taqsim qilmay turib, sizlarning biringlar opanglardan burun vafot bo'lsanglar, oldi bilan otangizning mirasini yuqorqidek bir taqsim qilib o'tib, ondan vafot bo'lganlarning qoldirgan mirasi mirasxo'rlarga taqsim qilib beriladi. Vallohu alam. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh